Assalomu alaykum. Tranzistorlar kiyib qolgan kontrollerimiz keldi. Kontrollerimizda tranzistorlari kuygan, chiroqli SMD'lar kuyib qolgan. Va buni joyi mana bu yerda hozir o'rniga qo'yib oldik. Nima? Abziz tushadigan o'ziga moslab joyida 0 ko'rsatib qoladi, zamkini ko'rsatib qoladi. Hozir ishlashi aslida mana shu holatda ko'rsatish kerak. 745 bir xil ikkalasi. Hozir joy-joyiga teramiz. Fen yordamida albatta qo'yamiz bu nimalarni, tranzistorlarini bir marta tekshiramiz, чтобы zamkini qilmayotganligi, qo'shib qolmaganligi shuncha hosil qilish uchun buni qo'yganimizdan keyin boya bunaqasiga ko'rsatmayotgan edi, plusdan minusdan ochmayotgan edi. Endi bunaqasiga ham ochadi. Mana endi tranzistorlarni qo'yib olamiz, o'zimiz kiyganlarni boshqa joyga olib qo'yamiz. Ulardan bir diodda tekshiramiz albatta, mana diod rejimida, чтобы ishonch hosil qilish uchun. Daroshkalarni tozalab olamiz. Joyiga joylashtirib olamiz. Joyiga joylashtirib olgach, buni tekshirib ko'ramiz albatta. Чтобы ishlayotgan, ishlamayotganligini bilish uchun. Mana bu bittasi kuygan ekan. Kuygani bilan aralashib ketganimiz kuygan. Kuyganni tekshiramiz mana. Kuygani mana shunday ko'rsatadi. O'rtadan ham ana har taraflama bunaqasiga ishlaydigan esa mana bunday ko'rsatadi. 0 va 0. Bunaqasiga ham ko'rsatmasligi kerak. Kuygan tranzistorimiz. Mana buni bunaqa qo'yamiz. Videoga like, obuna, podpiska tugmasini bosib qo'ying. Ishlashi mana shunday bo'ladi. 484 va mana bu o'ziniki 479. 2-3 voltga qarshilikka uncha ahamiyat qilmaydi. Shu sababli bemalol qo'yishlaringiz mumkin. Yana nimalar tushuncha beradigan bo'lsam, masalan, kuchlanishini ahamiyat berasizlar. Kuchlanishiga, qarshiligiga ahamiyat berasizlar. Ahamiyat bersalaringiz qo'ygan
Tranzistorlaringiz kuyib qolmaydi. Ishingiz sifatli, kачественный bo'ladi. Bemalol qilishlaringiz mumkin bo'ladi. Siz qo'ygan tranzistorlar dolga ishlab beradi, uzoq vaqtga ishlaydi. O'zini eskilari kuyib qolmasa, bu yangilari qo'yilgan tranzistorlar kuymaydi. Bundan bemalol. Bu to'g'ri tanlab bilsalaringiz albatta. To'g'ri tanlay olmasalaringiz u kuyib qolaveradi. 1 soat keyin bormaydi. Mana 134 bunaqasiga ham tekshirsalaringiz 700 dan baland chiqishi kerak. 713 telefon bo'lib qoldi. Mana do'stlar, tayyor tranzistorlarimiz rабочий holda ishlab turibdi. Joyiga keyin terib olamiz albatta. Ahamiyat berasizlar joylashuviga, hamda kondensatorlarga ahamiyat beringizlar. Ko'pincha bu uzilib ketadi. Mana shu ham uzilish natijasida siltab qoladi, diq urib qoladi. Hisobiga yurmay qoladi. Ahamiyat berasizlar. Bo'ldi, ishladi. Xohlasa joyiga borib qo'yadi va hammasi joyida bo'ladi. Mana bularni sug'urib olganmiz, chunki buni tagida bo'lganligi uchun payanlik bormaydi. Shuning uchun buni qanday olamiz, qanday sug'urib olamiz desalaringiz, mana bunaqa atsos bor. Atsos natijasida atsos yordamida mana bunday darochkalarni tozalagan holda olsalaringiz bo'ladi bemalol. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, yoqqan bo'lsa, bittadan like, obuna, kommentariyalarda bildirib qo'ying do'stlar. Obunachilar soni ko'paytirish maqsadida bo'ladi bu hammasi. Qanday sizlardan boshqa narsa talab qilinmaydi do'stlar. Bayat qilamiz. Bayat qilib joyiga tiyib tashlaymiz. Payanliğiniz gradusu 180-190 gradusda, 330-340 gradusda ishlatalaringiz olvani yaxshi eritadi. Yaxshi mana bu yerga yopishtirib ham beradi sizlarga. Agar uy sharoitida mana bu do'kondagi do'konda sotiladigan payanliklar, arzon payanliklarda qila olamizmi deydigan savollarga yo'q deyman. Chunki bu yerga o'ta kuchli darajada qizdirib beradigan payanlik kerak bo'ladi. Chunki bu yerda mana bu olvani, ya'ni qurg'oshinda ko'p bo'ladi. Qurg'oshinda erta olmaydi uncha payanliklar. Shuning uchun qimmat sifatli payanliklar eritib yopishtirib bera olamiz. Degan payatingiz mustahkam va sifatli bo'lsa, shuncha
o'tkazuvchanlik xususiyati yo'qolmaydi va o'z kuchida saqlab qoladi, yaxshi o'tkazadi. Mana tayyor bu. Endi korpusiga terib egasiga bersak ham bo'ladi. Bitta chiroyli qilib hamma joyi payatlari yaxshi tegganligiga hosil qilish kerak. Bo'lmasa korotka zamkani o'tkazuvchanligi yo'qolib qolishi mumkin. Qilgan payatimiz ajoyib, hammasi joy-joyida. Bo'ldi. Joyga teramiz, yopamiz va egasiga topshiramiz. Mana bu bunaqa miya kontrollerni plotasi bo'ladi. Kimga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bog'lanishlaringiz mumkin. Ustalar ko'radigan bo'lsa, boshqalar ko'radigan bo'lsa, protsessorlargacha almashtirib terib beramiz, xudo xolasa. Bemalol bog'lanishlaringiz mumkin va boshqa xizmatlarimiz ham bor. Boshqa televizor bormi? Elektron asboblar, motor, miya hammasini remont qilib beramiz do'stlar. Bemalol kelishlaringiz mumkin. Manzil Samarqand viloyati Pazdarkon tuman Juma shahrida joylashgan. Videomizda kamchiliklar va bironta uzilishlar bo'lgan bo'lsa uzr so'raymiz, chunki yangidan video olyapmiz. O'zimizning ovozimizni yozgan holda birorta kamchiliklar bo'lgan bo'lishi mumkin. Shu kamchiliklardan uzr so'raymiz. Va obuna bo'lib qo'yishni unutmang, do'stlarga podpisa qilishni unutmang. Rahmat sizlarga. Oxirgacha ko'rgan bo'lsalaringiz juda xursandman. Rahmat hammaga.